O, mana o'sha qurol. Yaxshi. Hozir bu qurollarni o'g'irlab ketaman. Va hech kim meni sezmaydi. Hech kim yo'q bo'lsa, bo'ldi. Endi o'g'irlab ketaman qurollarni. Janob Messi, deyarli hammasini olib bo'ldim. Rahmat yigitcha, qolganini ham hal qilib juda ham yaxshi bo'lardi. Albatta, kutib tursangiz, hozir bir marta tushamanda sirraz hammasini olib chiqaman. Keyin esa boshqa ishlaringiz bo'lsa, boshqa ishlaringizda ham yordamlashishim mumkin. Lekin to'g'risini aytsam, o'zi 2 kundan beri sizning uyingizdaman. Ya'ni sizning ishlaringiz bilan man qanaqa ishingizlar. Lekin to'g'risini aytsam, siz bilan ishlash menga juda ham yoqib qoldi. Menga ham yoqdi, chunki sen bilan ishlash juda ham mazza ekan. Menga yoqib qoldi ishlash. Sen bilan keyinchalik ham ishlashimiz mumkin unda. Mayli, men roziman, faqat bir ikkita kamchiliklar bor. Ya'ni janob mer ruxsat bermaydiganga o'xshaydi. Nimaga ruxsat bermas ekan? Chunki janob mer o'zini ham ishlarini qilishim kerak. Tushunarli. Hozir mana bu yerga bir nechta tosh blok olib kelib qo'yib beraman. Yaxshi. Ana o zakaz olib kelinadigan joy bor-ku. Mana bu yer dastavchik bo'lgan uyi. O'sha yerga menga bir nechta narsalar kelgan. O'shalarni olib kelib joylashtirib bersang juda ham xursand bo'lardim. Mayli janob mer, qanaqa janob mer? Janob Messi hozir olib kelib beraman. Xo'p, unda tezroq olib kelib bersang juda ham xursand bo'lardim. To'g'risi oyog'im og'riyapti, yotib biroz dam olmoqchiman. Bo'ldi, hozir olib kelaman janob Messi. Birinchi mayli shu bratanni narsasini olib keling, keyin toshga bor. Tosham o'zi u bratan uchun. Mayli hozir. Tak, assalomu alaykum bratan. Va alaykum. Jo'qa qalaysan? Tinchmisiz vrachka? Zo'r, o'ziz ham zo'rmisiz? Dahshat zo'r. Janob Messi sizga bir ikkita narsalar zakaz qilgan ekan, o'shalar keldimi? Kelgan, oldimdagi shkafdan olishing mumkin. Mana shundami? Mana shunda. Mana shu narsalarmi? Mana shular. Bo'ldi, bratan, olib oldim hammasini. Bo'pti, salomat. Mayli, siz ham sog' bo'ling. Ana endi buni hozir janob Messining uyiga olib borib joylashtirishdan avval bor tosh olib kelsam juda ham yaxshi ish bo'ladi. O'zi 2 dona tosh kerak. 2 dona toshni shaxtadan olib kelaman konkret. Tushunmadim nima deyapman o'zimcha. Конечно demoqchi edim. Endi ruschani bilishim qiyin-da. Ruschani bilishimni maqtamoqchi emasman o'zim prosta tak. Endi bir ikkita so'z bilaman rus tilidan. Ja unaqa ruslik emasman. O ozgina qo'l tushib ketishimga, asli tushdim. Shu yerda kimdir daraxtini unutib qo'ygan, bilasizlarmi? Shuni olib ketaymi-ki? Yo'q, egasi kelib, izlab kelib qarasa, daraxtim qani deydi. Yo'q, daraxt yo'q joyida. Ana keyin aytgancha janob Messining mashinasini ham hali olib borib berganim yo'q. Uni ham olib borib berishim kerak. To'g'risini aytsam, juda ham ko'p bosh og'riqlar to'lib ketgan. Halani Zayniddinning uyini ham remont qilib berganim yo'q. Bu shuncha ish bir o'zimga, nahotki birorta yordamchi ham yo'q. Janob Messi tosh olib keldim. Qo'yib ber unda. Narsalaringizni ham olib keldim. Stol va stulni shu yerga joylashtiraman, maylimi? Juda ham ajoyib bo'lardi. Voy, stul biroz uzoq bo'lib qoldi. Oldinroq olib qo'y. O'zim ham shuni aytmoqchi edim, chunki o'zimning uyimda ham yaqinda turibdi. Sen demak oldindan yaxshi quruvchi bo'lgansan. Shunaqa desak bo'ladi. Kiyimizga mosdan zakaz qilibsiz. Shunaqa o'xshaydimi? O'xshaydi juda ham. Rahmat. Qarang, qarochi hozir mana bu shkaflaringizni mana bu yerga qo'yib qo'yaman, bo'ladimi? Bo'ladi. Mana bu muzlatgichni esa qayoqqa qo'ysam bo'ladi? Uni ham shu joyga qo'yib turaveradi. Mana shu yerga qo'yam, bo'ladimi? Juda ham ajoyib joylashdi. Unda mayli janob Messi, men ketsam bo'ladimi? Sen bitta ishni unutding shekilli. Qanaqa ishni? Mashinamni olib kelib bermoqchi eding. Obbo esimdan chiqibdi. Mayli, hozir emas, biroz keyinroq olib kelib bersam bo'ladimi? Mayli. Janob Messi chaqirdimi? Shunaqa shekilli. Jitellar menga gap aytmoqchi bo'lyapti, lekin ayta olmayapti. Mayli, unda bora qol. Keyinroq olib kelib ber unda. Mayli, janob Messi olib kelib beraman. Tak, hozir janob mer qanaqa ish buyurishiga rosa hayronman. Daraxtdan qaraylik. Shu yo'l ustida daraxt o'sish shart. Olma. Voy, menga qara, men olma o'ginda o'zing tiklayot, tushundingmi? Olma bilan ham tiklar ekanman zavodda. Olmayman, kerak emas. Shunaqa, o'zing bilasan, janob merga beraman. Assalomu alaykum janob mer. Hali ham shu oltinlarni olmadingizmi? Bu oltinlar bo'lsa, ko'rgan qurollar yo'q. Qanaqa qurollar? Qishloqni himoyalash uchun askarlarga beriladigan qurollar bor edi. Mana chap tomoniga qara, shu yerda turgandi. Mana bu yerdagi pana joyda qo'yganmidingiz? Kecha kelganda o'sha joyga qo'yib qo'ygandi, paka turib tursin, keyin olaman deb. Lekin bu yer juda ham ochiq joy, o'g'irlab ketish juda ham oson. O'shani topish kerak. Mayli topaman, lekin avval Zayniddinning uyini remont qilishim kerak, chunki o'zingiz 2 kun emas 3 kun. Bilmayman, qarochi 2 haftalar oldin zakaz bergandingiz, ya'ni aytgandingiz. O'shani mayli tezlashtirib, qurolni ham toparmiz biror joydan. Mayli. Mana bu olmani olishingiz mumkin, janob mer, menga kerak emas. Bo'pti. Keyin ana Zayniddinning uyini to'g'irlashing uchun bir ikkita
nima edi, короче, tak narsalar zakaz qilgan va jihozlar o'shalarni ham o'rnatib ber. Ha, mayli. To'xtang, men bir ikkita narsa olishim kerak bu yerdan kakras. Mana bu blokdan kerak bo'lyapti. Qayerga kerak bo'ladi u blok? Короче, podvaldan, ya'ni garajdan bir ikkita joylar yer blok bo'lib qolgan. Bo'pti, to'g'irla unda. Aha, bo'pti unda, janob mer, men ketdim. O'sha yoqlarni borib sozlab olsam tezroq, boshqa ishim deyarli qolmasa kerak. Menda bel kurak bor edi. Zaniddinning juda ham zo'r mashinasi bor, Toyota. Bunga bir 56 ming kishini sig'dirib yuradi. Mana bu yerda edi, mana Instinct orqada ham bor. Mayli, birinchi bu yoqni to'g'rilab, keyin orqa tomonni ham to'g'rilayman. Shunda hamma yoq bir xil chiroyli tursa, juda ham zo'r bo'ladi. Bu yerlarga ham mashina joylashtirish mumkin bo'ladi. Janob merning mashinasini yoniga olib kelib bitta mototsiklni qo'yib qo'ysa bo'larkan. Atak mana bu yerda bitta mashinamiz qara. Qaranglar. Mana burib bo'lmaydi. Burish uchun mana bu zinani bu yerdan ko'chirish kerak. Shuni ko'chirsammikan, realni boshqa joyga olsam, lekin dahshat takoy bo'lardi. Bu ko'chiraman, men turmaydi buni. Hozir olib tashlayman. Qayoqqa chiqib ketyapman. Mana bu yerdan avval to'g'rilash kerak. Tak bu yerdan bloklarni olib tash. Stop. Stop, bu yerda qanaqa jetelmi? Qanaqa jetel? Yaramas, sen qishloqdan ikki marta haydalding, nima bu yerda o'tiribsan? Men короче, bu yerga nima edi? Короче, hozir eslab olayda. Sen eslab turma, bu yashit ichida nima bor ekan? Yaramas, sen qurollarni o'g'irladingmi? Haligi nima desam ekan? O'ylab tur hozir 1 minut. Qanaqa qurollar ekan? To'xtaylar, inventarimni bo'shatib olay birinchi o'rinda. Qanaqa qurollar o'g'irlab olgan? Bu yaramas o'g'rivachcha. Va sen nima qilmay qara? Qurolni menga tutma. To'xtab tur, mayli, hozir men o'q-dorilarni olib qo'yib qo'limni. Sen nimaga qurolni o'g'irlading? Короче, hozir nima edi? Eslab tur, hozir 1 minut. Tak, qani qurollar. Buni qaranglar, qanaqasiga bu qurollar o'g'irlagan, nima o'qlab bo'lmaydimi? Bu boshqacha ana qo'ygan shekilli nima edi? Boshqacha magazin olganmi, nima bo'la? Bu nima o'qlanmaydi? O'qlanmaydigan ekan, короче. Buni o'qlash uchun nima qilish kerak? Tushungan, men ham tushunmadim-da, agar tushunganimda bu yerda o'tirmasdim. Yaramas, demak sen bu qurollarga tushunmagansan, shu uchun o'g'irlab qochib ketmagansan. Shunaqa desak ham bo'ladi. Yaramas, to'xtab tur, men seni janob merga aytib beraman. Seni bu marta tochni qishloqdan haydaymiz, ko'rasan. Hozir janob merga aytib kelayenda. Janob mer, voy janob mer. Nima baqirasan? Короче, mana qurolgan yo'qolganlar. Yo'qolgan qurollarni topdim. Qayerda ekan? Ana yaramas bor edi, qishloqdan haydalib keyin ana Messi yashayotgan uyni tagiga yashirinib olgan. Ikkinchi marta ham haydaganimiz. O'sha mana shu podvalda turgan ekan, ya'ni mana garajning tagida. Uni yana haydash kerakmi? Uchinchi marta ham haydasa qayerga ketadi keyin? Keyin borib birorta kishi uyini ustiga chiqib oladimi? Tushunmadim. Qamab qo'yamizmikan? Bilmadim, o'shanga men ham hayronman, nima qilsak bo'ladi? Yo'q, короче. Qurollarni kiritib meni xonamga sandiq ichiga joylashtirib qo'yib aka. Bo'pti, hozir 1 minut. Tak, mana bu yerga olmani ham menga qo'limga o'tib ketdi. O'zingiz joylashtirib olasiz, короче, olmani ham olasiz. Bo'ldi, mana shu yerga qo'yib qo'ydim, janob mer. Yaxshi. Keyin ana Zaniddinning zinasi bor, ikkinchi qavatga chiqadigan. O'shani bunaqasiga qo'yadigan bo'lsam, yoniga bitta mashina ham sig'ar ekan, sizning mashinangiz yoniga. Mayli, o'shanaqa qilsang qil, mayli, bo'pti, o'zing bilasan, короче. Bo'pti, janob mer, unda men ketdim. O'sha yaramas yetil birinchi o'rinda yo'qotang, keyin mana bu yerni takoy qilsam bo'ladi. Lekin mana bu mashina bunday borib burila olarmikan? Buni o'ylash kerak. Bratan, nima gap? Siz gapishni bilmaysiz aytgancha hozir. Mana bu bratanni yo'qotay birinchi o'rinda. Ana bo'ldi. Endi ana bratan bu yerdan umuman yashay olmaydi bu yerga. Hozir ustiga mana blokdan bitta ildirib borsam takoy turadi, bo'ldi. Всё. Hozir men bu yerga inventarimga qo'yib qo'yganim bu narsalar mana bu olib tashlayman zinani bu yerdan, chunki bunaqa zina qo'ymoqchi emasman. Menda taxtali zinalar bor edi-ku, lekin nima qildim ekan, qayergadir tashlab yuborib shekilli. Mayli, qaytadan yana yasash problema emas. Lekin ana janob Messining mashinasini birinchi o'rinda olib kelishim kerak bu yoqqa. Olib kelganimdan keyin esa bemalol borib zina yasab kelsam bo'ladi. Lekin bu yerdan zina bilan chiqish biroz qiyin o'xshayapti. Ya'ni bu tomonga qaratib chiqaraman. Shunda mana bu versakni bu yerdan olib tashlashga to'g'ri keladi va tagidagi mana bu yerga ham bitta mana bu blokdan ildirib yuboramiz, takoy turadi. Shunda zinani mana shu yerdan shunday tepaga chiqib ketadigan qilaman. Ana shu yergacha boraman ekan. Tak bu yerga bitta, ikkita, uchta, 4 ta bo'lar ekanda, mana shu blok titilar ekan. Mana shu blok joyiga to'g'ri kelib qolar ekanda, chunki mayli hozir borib daraxt topib kelishim kerak. Shu yerda qanaqadir ham mayli. Ana o'g'ri jetel yaramas. Bu qishloqdan 3 marta haydaldi. Agar shu marta ham qishloqqa qaytib keladigan bo'lsa,
4-marta haydab o'tirmaymiz. Shu yerda qolmayli, endi qochmaymayli deymiz. Lekin faqat o'g'irlik qilma deymiz. O'g'irlik qilsa ham lekin unga qanday jazo berishimiz mumkin? Haydab bo'lmasa qishloqdan. Qishloqda 3 marta haydab qaytib kelyapti. Nima qilsa ekan? Kommentariy yozib qoldiringlar, nima qilsam bo'ladi? Bu yaramasga qanaydir chora ko'rmasak, hech qanaqa chora ham hech qanaqa unga nima ta'sir qilmayapti. Bu ta'sir qiladigan chora topmasak bo'lmaydi. Bu yaramas o'zicha qanaqadir o'g'irliklarni o'ylab topyaptimi, bilmayman. Xo'p, bizga taxta kerak birinchi o'rinda. Taxtalardan keyin zina yasab olishim kerak. Shu yerda tursin, hozir bu yerni ham to'g'irlab olaman. Ya'ni qanaqa to'g'irlab olaman bilasizlarmi? Hozir ko'rasizlar. 24 top ketdi. Mana bu verstakni bu yerda olib tashlab ikkinchi qavatga qo'yaman. Nima edi? Zaniddinni uyiga chiqarib qo'yaman. Mana bu yerga mana bu blokdan qo'yib yuboramiz. Ya'ni shag'al blokdan mana takoy. Endi zinani qo'yishni boshlayman. Mana bitta, mana bitta, mana bitta va mana shu yerga bitta. Mana buni olib tashlaymiz endi bu yerga, chunki bunaqa turmasligi kerak. Agar bunaqa turadigan bo'lsa, zina turmaydi keyin. Zina turishi uchun bu turmasligi kerak. Xullas bittasi turishi kerak. Yo u, yo bu deganda. Mana bu yerda nima qilsam ekan? Yo'q, bu yerga qo'ymaymiz shekilli. Buni olib tashlayman, kerak emas. Biroz g'alati, qo'pol holatda turibdi. Buni o'rniga shunchaki chiroyli holatda turadi mana. Ko'ryapsizlarmi? Takoy. Mana bu bloklar bor edi-yu, mana bunaqangi bittalik bloklar. Mana shu bloklardan foydalansam bo'ladi uni o'rniga. Menda bu bloklardan mana bu yerda 1 stak bor. O'sha 1 stak bloklardan shunchaki qo'yib chiqaman va juda ham chiroyli ko'rinadi. Xo'p, mana bu tomoni ham shunaqa. Bu yerni ham to'ldirib chiqaymikan? No, to'ldirib chiqsam ham bo'ladi, lekin janob Messining mashinasini olib kelish qolib ketdi. Mayli, hozir uni ham olib kelaman borib. Juda ham qiyin ish emas, oson ish. Shunchaki boraman, olaman, qaytib kelaman. Tamom. Okey. Okey va oxirgi bloklarni shuni qo'yib yuboramiz. Obbo, qo'limga nima bo'lsa bo'lsin, qarochi. Bo'ldi. Aytgancha janob mer menga bitta ish buyurgan. Zaniddinning mashinasini, yo'q, qanaqa mashinasini? Narsalarni olib kel degandi. Ya'ni mana bu yerda narsalar bor, dadashmasam. Ya'ni mana dastavka olib kelib beradigan bratan uyida edi. Bratan, Zaniddinning narsalari qayerda? O'ng tomondagi yashikda. Ha, mana bu yerda ekan. Bo'ldi, bratan, topdim. Hozir olib ketaman bu narsalarni. Sizga esa kattakon rahmat. Arzimaydi, kelib tur. Ha, mayli, ko'p kelib bo'lsa shusam. Lekin shuncha kelayotganim uchun menga hech qanaqa narsa bermayapti ham bratan, hayronman nimagadir. Mana berganga juda ham zo'r bo'lardi. Tak, ber yozib bir ikkita kerak emas narsalarni joylashtirib yuborardim, mayli, hozircha joylashmay tursa ham bo'ladi. Yana bitta yo'qmikan shu narsadan? Obbo yo'q, mayli, muzlatgichni qo'yib yuboramiz va mana shunaqa chiroyli turadi. Berga nimadir qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ikkita lampa bor bu yerda. Lampani lampani o'rnatish uchun bizga yarimtalik blok yana kerak bo'lar ekan. Ya'ni mana bunaqa qilib o'rnatilar ekan bu. Bittasini bu yerga o'rnatib turib, lampa o'rnatib qo'yamiz. Mana takoy yonib turadi. Keyin bizga stollar bor. Stollarni qo'yib turib, kompyuterni o'rnatib qo'yaman. Xo'p, janob Messining mashinasi yana keyingi videoda qolib ketadimi deyman. Mayli, hozir nimadir qilaman, lekin harakat qilyapman iloji boricha mashinasini olib kelishga. Lekin vaqtim ko'ryapsizlar yetmayapti. Hozir yo uni qilish kerak, yo buni. Hozir 3 milliard ishim bor-da. Qaysi birini qilishga ulgurmayapman. Eshiklar qo'yib qo'yayin. Eng muhim narsalardan biri eshik bu. Eshikni eshik tomondan qo'yamiz albatta. Bitta o'ng, bitta chap. Bo'ldi. Всё, hech narsa qolmadimi? Bitta radiosi qolibdi. Radioni mana bu yerga akras bitta joy bor o'zi mana aka. Va tizim blok qolibdi aytgancha, kompyuter ishlash uchun unga tizim blok qo'yish kerak. Va bitta kiyim uchun shkaf. Bunga joy yo'qmi qo'ymayman, qarochi. Bo'ldi, tayyor hammasi. Endi esa boshqa ishlarni qilsam ham bo'ladi.